Somonning kamchiliklari to'g'risida gaplashamiz. Somoningizni eng ko'p strukturaga ega bo'lgani uchun bundan ko'p berib yuborsangiz, mollaringizda bu demak axlat chiqishini sekinlashtirib qo'yadi va kerak bo'lsa katta ichaklarda tiqilib qolish yuzaga keladi. Endi struktura ko'payib ketgandan keyin nima bo'ladi? Energiya zichlligini kamaytiradi. Albatta bizda hazm bo'lish jarayonini sekinlashtirgandan keyin bolalarimiz semirishi ham, sut berishi ham kamayadi. Endi buni hazm ham qilish kerak deganimizdek, ko'p qovush qaytarish natijasida o'sha endi tanangizga bergan energiya, qo'shimcha energiyangizni ham aynan mol o'zini mexanik holatiga ishlatadi. Va undan tashqari ko'p miqdorda so'lak ajralish natijasida katta oshqozonda endi pH ning tushishi emas, ko'tarilishi kuzatiladi. Bu ham esa molning sog'ligiga ta'sir qiladi. Ratsiondagi somonning albatta uzunligi, ya'ni buni o'lchami muhim bo'ladi. Mollarimiz imkon darajasida boshqa berayotgan dag'al ozuqalarga nisbatan ajratib olishga imkoniyat qoldirmaslik kerak. Somon imkon darajasida 1 sm dan maksimal bo'lsa 3 sm gacha baholanadi. Mana shu oraliqdagi aralashtirgan ratsioningizda somon topilmaydi va kilchatga o'z miqdorida yetib boradi va unda piks yuzaga kelganda o'sha oshqozon tukchalarining rivojlanishiga yaxshi turtki bo'ladi. Ratsionda somonning me'yori qancha bo'lishi kerak? Albatta bu umumiy ratsionda kelib chiqqan holatda gapiriladi. Bu sizning makasilisingiz yoki boshqa dag'al ozuqalaringiz borligiga qarab aytiladi. Somon bitta tirik vaznga nisbatan olinadi. Asosan 100 kg tirik vaznga 400 gram xom kilchatga kerak bo'ladi. Ya'ni struktura kerak bo'ladi. Biz aytib o'tgandek 1 kg somonda 450 gram bor edi, 100 kg molingizga demak 1 kilosi somon yetib ortadi. Lekin bu qolgan ratsionlaringiz bilan bog'laysiz albatta. Umumiy ratsiondan kelib chiqqan holatda shuning uchun ratsionlarga e'tiborli bo'lasiz. Shunday foydali ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatishga davom eting, bitta like tayamang, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videomizda somon turlari to'g'risida gaplashamiz.